Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karim musulmonlar uchun eng ulug', eng muqaddas manba hisoblanadi. U Alloh taoloning kalomi, musulmonlarning hayot yo'riqnomasi, shar'iy hukmlar manbai hisoblanadi. Shu sababli Qur'onga hurmat, uni aziz saqlash, ehtiyot qilish va ehtirom bilan munosabatda bo'lish har bir mo'min musulmonlarning vazifasidir. Shunga qaramasdan ba'zi musulmonlar orasida Qur'oni Karimni o'qish amali borasida turli ixtiloflar, qarashlar mavjud. Ayrimlar buni bid'at deb bilsa, boshqa ko'plab ulamolar, sahobalar va ulug' ulamolarning amaliyoti orqali bu amalni maqbul va e'tiborga loyiq deyishadi. Masalan, Domad afandi rahimahulloh tomonidan yozilgan Majma'ul Anhur sharhu Multaqal Abuhur asarida quyidagi ma'lumot keltiriladi. La ba'sa bi qublatil mushaf li anna ibn Umar radhiyallohu anhuma kana ya'khudhu al-mushafa kull ghadatin wa yuqabbiluhu wa yaqulu ahdu robbi wa manshuru robbi azza wa jalla kama fil qunya. Ibn Umar radhiyallohu anhu, ya'ni mushafni o'pishning hech qanaqa zarari yo'q, chunki Ibn Umar radhiyallohu anhuma har tongda mushafni olib o'par edilar va shunday der edilar: bu mening Robbimning ahdi va Robbimning bitkidir. Majmuul Anhur 2-jild 554-bet. Bu rivoyatdan ayon bo'ladiki, sahoba Ibn Umar radhiyallohu anhuma mushafni o'pib, uni Robbining kalomi sifatida ehtirom ko'rsatganlar. Bu amal odat tusiga kirgan bo'lib, u zot har tongda bu amalni bajarganlar. Agar bu ish noto'g'ri bo'lganda, u zot kabi taqvodor sahoba bunday qilmagan bo'lardilar. Shuningdek, Ibn Abidin rahimahulloh Xoshiyat Ibn Abidin asarida quyidagicha keltiradi. تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول عهد ربي ومنشور ربي عز وجل وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. Qur'onni o'pish haqida ba'zilar bid'at deganlar. Ammo Umar roziyallohu anhu mushafni har tongda olib o'par edilar va shunday der edilar: bu mening Robbimning ahdi va bitkidir. Usmon roziyallohu anhu ham mushafni o'par va so'ng uni yuzlariga surardilar. Xoshiyat Ibn Abidin kitobi 6-jild 384-bet. Yuqoridagi ikkita sahobaning, ya'ni Umar ibn Xattob va Usmon roziyallohu anhumning mushafiga bo'lgan hurmat ehtiromlari keltirilgan. Bu amallar Qur'onni o'pish faqat hurmat va izzat va Alloh kalomiga ehtirom sifatida qilinganini ko'rsatadi. Shuning uchun ham Imom Navaviy rahimahulloh ushbu masalada Qur'onni o'pishda hech qanday zarar yo'q, aksincha bu hurmatdir deganlar. Yuqoridagi rivoyatlar va fiqhiy manbalar asosida aytish mumkinki, mushafni o'pish bid'at emas, balki salaflardan kelgan hurmat ifodasi bo'lgan amaldir. Ibn Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon roziyallohu anhumlar kabi buyuk sahobalar bu amalni ado etganlar. Shunday ekan, bu amallarni bid'at deb inkor etish noto'g'ri hisoblanadi. Har bir mo'min musulmon Qur'onni sevish, uni qalban ardoqlash bilan birga zohiran ham ehtirom ko'rsatishi joiz amaldir. Mushafni pok holatda ehtirom bilan o'pish bu Alloh taoloning kalomiga bo'lgan muhabbatning bir ko'rinishidir. Vallohu a'lam bis-savob.